2014-yili Qashqarning Yakan nahiyasida yuz bergan Elishko qirg'inchiligining 9 yilligini xotirlash munosabati bilan Istanbul va dunyoning boshqa joylarida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Sharqi Turkiston Madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash 2014-yili 28-iyul Yakanning Elishko yezida yuz bergan qonli qirg'inchilikning 9 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. U bayonotda 2014-yili 28-iyul Yakanning Elishko yezida yuz bergan qonli qirg'inchilikda Xitoy rejimining og'ir tipdagi qurollar bilan 3000 dan ortiq Sharqi Turkiston xalqini qirg'in qilganligini, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqining diniy va milliy madaniyatini yo'qotish siyosatini izchil davom etib kelayotganligini ta'kidladi. Bu bayonotida dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Yakan Elishko qirg'inchiligining 9 yillik munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamli norozilik namoyishlari, shahidlarimizni xotirlash faoliyatlari va axborot e'lon qilish yig'inlari o'rinlashtirishga va bu orqali mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qayta dunyo jamoatchiligining samiga solishga chaqiraman dedi. Uyg'ur tadqiqot markazining ijroiya mudiri Abdulakim Idrisning Sharqdan keladigan xatar, Xitoyning islom dunyosidagi mustamlikchiligi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli kitobi arab tilida nashr qilindi. Bu kitob dunyo qatam 2020-yili 12-oyda ingliz va turkcha tillarda Qizil qiyomat degan nom bilan nashr qilingan edi. Kitobda Xitoyning mustamlikchilik plani oldidagi eng chong to'siq bo'lgan Uyg'urlarni yo'qotish uchun irqiy qirg'inchilik qilganligi va bu jarayonda musulmon dunyosiga yaxshiroq bo'lishga o'rinib kelganligi fosh qilingan. Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yining bugungi Turkiya ziyoratiga g'azab nafrat bildirish, shundoqla Yakan Elishko qirg'inchiligining 9 yilligini xotirlash munosabati bilan 26-iyul Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Bu yerda e'lon qilingan bayonotda Xitoyning Sharqi Turkiston xalqining diniy va milliy madaniyatini yo'qotish siyosatini izchil davom etib kelayotganligini, Wang Yining bu jinoiy qilmishlarga mas'ul bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Bayonotda yana Turkiya hukumati va tashqi ishlar ministrligidan Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga, lagerlarga solingan Turkiya fuqarolarini o'z ichiga olgan barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqiriq qilish talab qilindi. Bundan boshqa yana Turkiyaning Urumchi, Qashqar qatorliq joylarda konsulxona ta'sis qilib, Sharqi Turkistonga borgan Turkiya fuqarolarining bexatarligini qo'g'dish kerakligi talab qilindi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi va tashqi ishlar ministri Wang Yi tunugun Turkiyani ziyorat qildi. Wang Yi davlat raisi Erdo'g'an tomonidan qabul qilingandan keyin vakillar o'miga tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bilan ko'rishdi. Diplomatik manbalardan erishgan uchurlarga qaraganda, uchrashishda Uyg'urlarning ahvoli tilga olingan va Turkiyaning bu masaladagi sezgirlikka qarshi tarafga yetkazilgan. Suhbatda dialog va maslahat berish mexanizmidan texnik unumli foydalanish, iqtisodiy va savdo munosabatini kuchaytirish, bir balvoq bir yo'l va o'rta koridor tashabbusini moslashtirish va boshqa sohalardagi hamkorliklar muzokara qilingan. Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tinch okeandagi orol davlati Tongani ziyorat qilganda Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi faoliyatini misli bor deb tasvirladi. Blinken 100 ming atrofida fuqarosi bor Janubiy Tinch okean davlati Tonga ziyorati jarayonida rayondagi davlatlarning Xitoyga diqqat qilish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Koreya urushidagi to'qnashuvni oxirlashtirgan Panmunjom urush to'xtatish kelishimining 70 yilligini tabriklash faoliyatining bir qismi sifatida poytaxt Pyongyangni ziyorat qilgan Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu bilan bexatarlik masalasini muzokara qilgan. Bundan boshqa Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin raisi Li Hongkong boshchiligidagi vakillar o'miki urush to'xtatish kelishimining 70 yilligini tabriklash faoliyati doirasida Shimoliy Koreyani ziyorat qilgan.